Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada o'zbek, tojik, qirg'iz migrantlarni osongina chiqarib yuborish sxemasi ishlab chiqilmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Migrantlarni Rossiyadan chiqarib yuborish uchun asoslar soni 2 barobar oshiriladi. Rossiyada migrantlarga nisbatan qonunlar yana qattiqlashtirilishi mumkin. Vyacheslav Volodinning ma'lum qilishicha, Davlat dumasi chet el fuqarolarini mamlakatdan chiqarib yuborish asoslarini kengaytirishga oid qonun loyihasini ko'rib chiqadi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2025-yilda Rossiyada qonunbuzarliklar tufayli 72 mingga yaqin chet el fuqarosi mamlakatni tark etgan. Har yili minglab migrantlar Rossiyaga ishlash uchun keladi. Kelgandan so'ng darhol chegarada berilgan migratsiya kartasi, migratsion kartaga e'tibor bering. Unda kirish maqsadi barobatda, ya'ni ish deb ko'rsatilishi kerak. Agar boshqa maqsad ko'rsatilgan bo'lsa, patent olish qiyin bo'ladi. Shundan so'ng 7 kungacha yashash joyingizda ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Buni uy egasi ko'p funksiyali markaz yoki ichki ishlar vazirligi orqali amalga oshirish mumkin. Ro'yxatdan o'tmasdan keyingi bosqichga o'ta olmaysiz. Keyingi qadam soliq to'lovchining identifikatsiya raqamini olish. Bu soliq xizmati tomonidan bepul beriladigan soliq identifikatsiya raqami. Bu patent olish uchun talab qilinadi. Shundan so'ng siz litsenziyalangan klinikada tibbiy ko'rikdan o'tishingiz kerak. Bunga ko'krak qafasi rentgenogrammasi, tahlillar va tibbiy ko'rik kiradi. Narxi odatda 3000 dan 6000 rublgacha. Shuningdek, siz rus tili, tarixi va huquq asoslari bo'yicha imtihon topshirishingiz kerak. Bu o'rtacha 3000 rubldan 5000 rublgacha turadi. Barcha hujjatlarni to'plagandan so'ng, siz migratsiya markazi yoki ichki ishlar vazirligi orqali patentga ariza topshirishingiz kerak. Siz pasportingizni, registratsiya, soliq identifikatsiya raqamingizni, medosmotr, imtihon sertifikatini va страховкani olib kelishingiz kerak. Tasdiqlangandan so'ng siz patent pulini to'laysiz. Oylik to'lov mintaqaga qarab 3000 rubldan 30000 rublgacha. Patentni o'z vaqtida to'lash lozim, aks holda bekor qilinadi. 2025-2026 yillarda yangi qoidalar kiritildi. Moskva va Moskva viloyatida ishga kelgan migrantlar Amina mobil ilovasidan foydalanishlari shart. Agar siz ish uchun emas, masalan, mehmonxona yoki sayyoh sifatida kelsangiz, Amina talab qilinmaydi. Bu holda ro'yxatdan o'tish odatdagidek amalga oshiriladi. Shuni yodda tutingki, patent olish uchun kirishdan boshlab 30 kun vaqtingiz bor. Buni qilmaslik jarimaga yoki kirishni taqiqlashga olib kelishi mumkin. Mutaxassislar migrantlarda hujjatlarga beparvolik, kech ro'yxatdan o'tish va shubhali shaxslar orqali hujjatlarni tezda olishga urinishlar bilan bog'liq muammolar ko'p bo'lishini ta'kidlaydi. 1 aprel kuni Volgograddan 10 nafar xorijiy fuqaro O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston fuqarolari chiqarib yuborildi. Ilgari ba'zi huquqbuzarlar familiyasi va hujjatlarini o'zgartirib Rossiyaga qaytishga urinishar edi. Bu sxemalar endi amalda samarasiz. Chegarada barmoq izlari va yuzni aniqlash tizimi joriy etilgan. Kelayotgan migrantlarning so'zlariga ko'ra, ularning ko'pchiligi Rossiyaga qaytishni rejalashtirmayapti. 2026-yil boshidan beri sud ijrochilari 172 nafar chet el fuqarosini deportatsiya qilgan. Ularning barchasi Rossiyaga kirish yoki yashash qoidalarini buzgan va hujjatsiz ishlagan. 2026-yil bahorda aviatashuvlar bozorida global omillar va mavsumiy talab tufayli narxlarning sezilarli darajada oshishi kuzatildi. Bu shuningdek, aprel oyining o'rtalari yaqinlashganda aviachiptalar narxi oshadigan Moskva-Toshkent yo'nalishida ham sezilarli bo'ldi. Bu tendensiya Moskva-Toshkent yo'nalishida ham yaqqol ko'rinib turibdi. Bronlash tizimlariga ko'ra 2026-yil mart oyida minimal narx 4204 rublni tashkil etdi. Nisbatan arzon variantlar aprel oyining boshida saqlanib qoldi.
2-3 aprel kunlari Centrum Air chiptalari 4773 rublga, asosiy narx 5483 rubl taklif qilingan va 4-7 aprel kunlari to'g'ridan-to'g'ri reyslar 5943 rublda barqarorlashdi. Aeroflotda esa eng yuqori narx 8 va 12 aprelda to'g'ridan-to'g'ri reys narxi 8821 rubldan tashkil etgan. Mutaxassislar ushbu dinamikani hisobga olishni va narxlar eng arzon bo'lib qoladigan oy boshida yonayotgan takliflardan foydalanib sayohatlarni oldindan rejalashtirishni tavsiya qiladi. O'zbekiston fuqarolarining murojaatlari asosida o'tkazilgan o'rganishlar natijasida Tyumendagi Satcom MChJ 26 nafar shaxsning fevral oyi va mart oyligi asossiz ushlab qolganligi aniqlandi. Yekaterinburgdagi Bosh konsulxona va migratsiya agentligi vakillari bu holat yuzasidan vositachi ish beruvchilar ishtirokida muzokaralar o'tkazdi. Muzokaralar natijasida ularning jami 2 million rubl maoshi hisoblanib, ish haqlari olib berildi. Bundan tashqari, avvalroq bu tashkilotdan ish haqini ololmay ketgan yana 80 nafar fuqaroning ish haqi tez orada to'lanishi bo'yicha qat'iy kelishuvga erishildi. Bunday holat yuzaga kelganda migratsiya agentligiga murojaat qilish mumkinligi aytilmoqda. Qisqa raqam 1282. Xavfli kasalliklar aniqlangan migrantlar Rossiyadan deportatsiya qilinishi kerak, dedi Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev. U shuningdek muammolardan biri migrantlar mahalliy aholidan ajrab alohida jamoalardan yashaydigan etnik anklavlar ekanligini ta'kidladi. Uning iddaosicha, bunday sharoitlarda odamlarga moslashish, tilni o'rganish va mahalliy qoidalarga rioya qilish qiyinroq kechar ekan. Medvedev bunday yashash va jinoyatchiliklarning ko'payishi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik borligini aytgan. Uning fikricha, agar migrantlar izolyatsiyada yashasa va mahalliy aholi bilan kam aloqada bo'lsa, ular qonunga rioya qilish ehtimoli kamroq bo'lar ekan. U vaziyat nafaqat muammolarni, balki aniq choralarni ham talab qilishni, uning migrantlarga yumshoq muomala qilish samarasizligini aytmoqda. Ushbu videoda Rossiyadagi o'zbeklarni deport bo'lib kutib yotganligini ko'rishingiz mumkin. Ular hech qanaqangi sharoiti bo'lmagan joylarda yotishibdi. Hattoki pollarda ham yotishga majbur bo'lishmoqda. Ushbu videoni ko'rib batafsil bilib olishingiz mumkin. Muhim, diqqat qiling. Rossiyaga borayotganlar va Rossiyadagilar. Rossiyaning migratsiya qoidalariga rioya qilishga harakat qiling. Bo'lmasa sizlarni ham shu kabi holatlarga solishlari mumkin. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, do'stlarga ulashni unutmang. Assalomu alaykum. Avvalambor O'zbekiston xalqiga. Bizlar hozir Vladivostok aeroportida qamal yotibmiz, itdek bo'lib. Mana hamma yotdi. Soat uji bir kunlab uxlagan hech qaysi odam, mana. Sharoit yo'q. Mana itdek bo'lib yotibdi o'zbek xalqi. Hammani bez dokument deb hech qanaqa sabab yo'q, deportga yuboryapti hammaga. Mana bu yerda yotibdi odamlar, mana Zaxda. Besabab 50 yilga aniq qo'yadi, deport qo'yadi. Mana sharoitlar yo'q hech kim. Va eshiklar qulf mana. Mana eshiklar ochilmaydi. Amirda telefonlarimiz turibdi, korobkada. Pasport, telefon, hamma narsamizni olib qo'yishgan. Chiqarishmayapti qamoqda ishlagandek. Mana odamlar sovqat yotibdi, zaxt hamma yo'q. Bitta xona 50 kishini tiqqan. Zaxt. Bitta xonaga 60 kishini tiqqanman.